bilib bilmasdan qilgan xato ishlari uchun, oilasidan uzoq muddatini o'tayotgan aka-ukalarni mehribon onalari uchun bag'ishlanadi. Assalomu alaykum onam, yaxshimisiz, yaxshimi lotam? Amanda hammasi zo'r, siz xavotir olmang onam, yaxshi yuraman. Yomon emas, yaxshi hayot. Mana bir amallab kunda ham o'tdi. To'g'ri, o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Mayli, asosiysi tanu jonim sog'. Men haqimda yomon xayolligi borib, o'zingizni qiynamang. Unaqa narsalarni o'ylamang. Undan ko'ra sog'lig'ingizni o'ylang. Odamlar gapiraveradi, siz ularga quloq solmang. Bundan buyog'iga o'zgaraman. Eski xatolarni qaytarmayman. Onam, o'sha siz xohlagan yaxshi insonlarni qatorida bo'laman, va'da beraman. Men sabab ko'zlaringizdan yosh oqmasin aslo. Hali hayotingizni quvonchga to'ldiraman onajon. Men sabab ko'zlaringizdan yosh oqmasin aslo. Hali hayotingizni quvonchga to'ldiraman onajon.